Mamadov. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. Barcha xalqim O'zbekistonimga salomlar bo'lsin. Aziz birodarlarim, mana bu inshaalloh taolo Jabbor degan jiyanimizni Alloh taolo shifolar bersin. Iltimoslardan hammalaringizdan mana Farhodjon Hasanov, Farhodjonman, qorakaman, hammalar bilasiz, O'zbekiston hammasi biladi, taniydilar. Inshaalloh taolo hamma blogerlar, hammalaringizdan Alloh va taolo rozi bo'lsin. Inshaalloh taolo sizlardan iltimos qilaman. Aziz aka-ukalarim, barcha xalqim yurtim O'zbekiston, sizlardan iltimos qilaman, shu bir yigit mazalari yo'q. Alloh va taolo bu kishiga shifo komil bersin. Mana bu elhamdülillah. Ey azizlarim, bir qarang-da. Bir qarang, mana onalari elhamdülillah birodar uyiga istiqomat qilyapti. Elhamdülillah aziz blogerlarim, aziz O'zbekiston xalqlari, mana bu kishi birodar uylariga, mana bu kishi birodar podshohsining uyiga yotdilar, mazalari yo'q. Ishga muposh. İnşallah mazalar yo'q. Mana bu kishi onalari yuragi siqilib kelgandan keyin istivoshini chekkan holatlari bo'lib qoladi bu yigitni. Azizlar, ey birodarlar, xalqim yurtim, prezidentim Shavkat Mirziyoyev, Rahmon, sizdan roziman. Bir yordam qilsangiz, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Menga bir yordam qilgansiz, alhamdulillah. Men Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida Qoradere mahallasida yashayman. Shavkat Mirziyoyev, sizdan alhamdulillah xalqim O'zbekistondan roziman. Chunki meni o'qitdingiz Shavkat Mirziyoyev. Rahmat sizga. Mana shu kishilarga bir yordam qilinglar. Qo'l ostilaringizda alhamdulillah mana shu kishi mana shu yigitni uyiga yashirdi, podshohsining uyida yashirdi. Podshohsini. Mana shu, mana opalar, mana opalarni, mana opalar jiyanlarni rahmat shularga, rahmat. Bular ham bir kambag'al oila, lekin alhamdulillah ular chaqirilaman, rahmim keldi, hozir chiqaryapman. Ey aziz xalqim O'zbekistonim. Inshaalloh taolo O'zbekistonim, musulmon xalqim hammangiz yordam beringlar. Jabborov familiyalari kim bag'di? Kamolov Jabbor Shokir o'g'li ekanlar. Alhamdulillah umrlar ziyoda bo'lsin. Lekin otalari boshqani olib, otasi umuman chiqib ketgan, hozir bir yetim bo'lib, mana podshohning qo'liga qolgan. Aziz o'zbek xalqim, O'zbekistonim, barcha respublikadagi musulmon xalqlarim, inshaalloh taolo hammangizdan rozi bo'lsa, alhamdulillah mushkullarimizni oson qilsin. O'zbekiston avvalo xalqim yurtimdan tinchlik va sog'lik hammangizni Alloh tilayman inshaalloh taolo. Xalqim va Shavkat Mirziyoyev, sizdan iltimos, mana shu yigitga yordam qilsanglar, mana onalari, birodar, kuyovini, qizini uyiga yashirdilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Iltimoslardan hammangiz, agarki men YouTube'da chiqarsam, podpiska, like bosishlaringizni rozi qilaman. Inshaalloh taolo Alloh tomonidan rozi qilaman. Alloh va taolo umrlar ziyoda qilsin ya Robbi. Mana bu like va podpiska bosishlaringizni so'raymiz. Iltimos. Aziz blogerlar, Bahodir aka, assalomu alaykum Bahodir akajon. Inshaalloh Dilshodjon, Farhodjon, ya'ni Hashim Farhodjonlar sizlardan iltimos qilaman. Oddash inshaalloh taolo Umidjon, Dilshodjon, hammangizdan, Kattaqo'rg'onlik Sherzodjon, hammangiz blogerlarimizdan barcha O'zbekiston va barcha xalqim yurtimdan so'rayman, iltimoslardan yordam qilinglar, mana shunga podpiska va like bosinglar inshaalloh. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Yakkabog' mahallasi, ya'ni Ochilib Qahor buvoni uyida istiqomat qilyaptilar.